Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi ishimiz obzorini qilib beramiz. Yim remonti high-tech variant deganlar uchun juda ma'qul keladigan ishimiz. Narxini videoda oxirida aytamiz. Eniga 360 bo'ladi, bo'yiga 240 sm, 100% krashni MDF, 100% davchi mexanizm, ruchkalari temirdan, ikkita polkasi bor. Petlalari ham 5 tadan qo'yilgan. 100% davchi mexanizm. Bekkan polka qo'yib qo'yganmiz. 3 tadan petla. G'aladon tortmalari ham davchi mexanizm. Bundan tashqari sensor oynamiz ham bor. Yoqib o'chirib ishlatsa bo'laveradi. Bu yerda issiq sovuq gradus ko'rsatadi. Trimon ichida har bittasida polkalar mavjud. Sochiq yoki korobkalar taxlab qo'ysa bo'laveradi. Oynalari gradировка qilib ishlangan, ya'ni 3D qilib. Buni tushunadi. Qalinligini ham ko'ryapsizlar mana. Bizda O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlari mutlaqo bepul. Obuna bo'lib qo'ysangiz 10% chegirma asosida $1600 ga xarid qilishingiz mumkin.